Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Rent Pro'ning bugungi obzorida выпрямитель проволоки sim tekisilgan apparatimiz 7,5 kW o'zini motori 380 volt ishlaydi. Polniy avtomatlashtirilgan 4 tali simdan boshlab 12 tali simgacha original mana. Hammasi svejiy, xohlasanglar sotuvga bor, yengisi yo bu, xohlasanglar arendaga bor mana. Hamma joyi cho'tki, svejiy, urinib ketmagan. Xohlasanglar mana bu olinglar, xohlasanglar yangi olinglar, xohlasanglar arendaga olinglar. И o'zini miyasi ham komplektda mana. Avtomat, hammasi misol uchun nechta kolичество kerak, 100 ta kerak, 100 ta bosasiz, metrini yozasiz, o'zi kesib, avtomat kesib beradi. И полный biz mana iloji boricha hamma simlari, shtekkerlari, papa mamasi hammasini full komplektda beramiz. Simpim qidirib yurmaysizlar. Bunimiz armatura gibimiz, bu universalniy varianti. Bunimiz dumaloq kolonnalar bo'ladi-ku, stakanchiklar, dumaloq kolonnalarga bu spesial o'shanga chiqarilgan, lekin GP qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Yo'qdan ko'rsating. Polniy mana o'zini pedallari bor, mana. Chapga, o'ngga polniy komplektda beramiz. O'zini mana shtekkerlar ham komplektda. Polniy avtomat. Plus minus misol uchun kolичествоni yozasiz, gradus qo'yasiz, bo'ldi. O'zi avtomat buk beradi. Hamma narsa svejiy, solidol, malidol hammasini surib qo'yganmiz. Kimga shunaqa armatura gib, выпрямитель, bundan tashqari armatura rez ham kesadigan ham hamma narsasi bor. Даже armaturaga rez ochadigan apparatlarimiz ham bor. Kimga shunaqa svejiy, hali urinib ketmagan, sotuvga yo arendaga yo yengisi kerak bo'lsa, Rent Pro 24 ga yetishadi, dostavka xizmati bor. Любой время telefon qilib, yetkazib, podключение qilib ko'rsatib ketamiz. Aloqadamiz.